Ayni kunlarda yurtimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari o'tkazilmoqda. O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan Dehqonobod tumanida xatlov ishlari tizimli amalga oshirilmoqda. Ishchi guruh tomonidan dastavval tumanda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazishni tashkil qilish shtabi a'zolari bilan hududdagi 51 mahalla yettiligi ishtirokida o'quv seminarlar tashkil etildi. Unda 2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevraliga qadar o'tkaziladigan ro'yxatdan o'tkazish ishlarining tartib-tamoyillari, zarurati, ahamiyati haqida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, ishchi guruh a'zolari tuman hokimligida tuzilgan aholini ro'yxatga olish shtabida ham bo'lib, ushbu muhim tadbirga tayyorgarlik jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Aholini ro'yxatga olish, qishloq xo'jaliklarini ro'yxatga olishlar to'g'risidagi butun nuroniylar bilan, ishchi guruhi bilan birgalikda hamma joyda tushuntirish ishlarini, targ'ibot ishlarini olib boryapti. Aholini ro'yxatga olish davlat siyosati samaradorligini oshirish uchun, ishni yuritish uchun ta'limni, tarbiyani, meditsinani, yoshlarimizni ish bilan ta'minlash uchun, qishloq xo'jaligi yerlarini aniq ma'lumotga olish uchun va ularni kelajakda taqsimlash uchun, ulardan yuqori hosil olish uchun mamlakatimizga juda aniq yaxshi ma'lumotlar yetkazib beradi. Ro'yxatga olish jarayonlarida hudud aholisining tarkibi, oilaviy holati, faoliyat turi, daromad manbalari to'g'risida yagona, aniq va shaffof ma'lumotlar bazasi shakllantirilmoqda. Mahalliy yettiligi bilan birga xonadonma-xonadon yurib, aholini barcha qatlamlarini ro'yxatga olish va shu bilan birga qishloq xo'jaligidagi mavjud ekinlar, mavjud chorva boshi sonlari, qishloq xo'jaligidagi muammolar, ekin ekish yoki chorva boqishdagi muammolarni ham birdaniga o'rganib, onlayn platforma orqali ro'yxatga olib kelmoqdamiz. Ro'yxatga olish davomida hududlarda qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish holati, chorva mollari va parrandalar soni ham aniqlanyapti. Bu orqali qishloq xo'jaligiga yo'naltirilayotgan yillik byudjet mablag'larining samaradorligi, sohadagi xizmatlar hajmi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur ma'lumotlar yaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning 173-sonli farmonlariga asosan Dehqonobod tumanida ham aholi va qishloq xo'jaligini xatlovda o'tkazishga juda katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu borada O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tumanimizga biriktirilgan bo'lib, jamiyat xodimlari bilan birgalikda tumandagi barcha mahallalarda mahallalar yettiligi uchun seminarlar, o'quvlar tashkil etdik. Bugungi kunda 304 nafardan ortiq yettilik a'zolarining hammasi mana shu xatlovda o'tkazish bo'yicha amaliyotga ega bo'ldi. Tumandagi uzoq tog'li hududlarimizda iborat bo'lgan 3 ta mahallamizda mana shu yettilik a'zolarining tajribasini oshirish maqsadida xatlovlarni o'tkazib, xatlov ishlarini yakunladik. Aholini ro'yxatga olish hududda yashayotgan fuqarolar to'g'risida nafaqat butun mamlakat bo'ylab, balki mintaqalar kesimida ham ma'lumot berishi bilan ham ahamiyatli.